Менің ісімім Хамражан. Dadamның ismi Etaxon. Onun dadısı Mansur, onun dadısı İslam Niyaz. İslam Niyaz buvay, şu aldığın köşköş vaxtıda Seyit Muhammed Qaşıda bilen, şu Bay Seyit'teki Malvay degen yezgi kelip, şöyle orlaşkan ki, 1882 yılı. Dadam bolsa 1925 yılı şu Malvayda tug'ilgandi. 5 yaş vaxtida yana qaytadan vatanga chiqib ketimiz deb, vatan tarafga manganda Xonxay degan yezgi berib asha to'xtab qolibdi ki, 30-yılı. Şunun bilan Xonxaydan Yerkatga keldi. Yerkatga kelib, Yerkatda turdi. Taldiqo'rg'onga berib kombaynerlikni o'qiydi. Shundan keyin 43-yılı buni armiyaga olib ketdi. Ulug' Vatan urushi boshlanganda. Armiyada Sverdlovsk degan yerda zavodda ishlaydi. Kranovshik bo'lib. 46-yılı o'zining majlisiga Yerkatga qaytib keldi. Otasini qishiga Yerkatga qaytib keldi. 47-yılı o'lindi. Men 53-yılı tug'ildim. Men 60 yoshga keldim. Birinchi sinfga borgan vaqtida shu vatan urushiga qatnashgan Adilov Imarjon degan muallim bizga saboq berdi. Shu muallim shu so'qish vaqtidagi qiyinchiliklar to'g'riliq o'zining shu so'qish qatnashgan tarixini so'zlab beradi bizga har doim. 8-sinfni tugatgandan keyin agronomlik o'qishni o'qiyman deb Taldiqo'rg'on shahriga bordim. 4 yil o'qib, agronomlikni tugatib, Maliga kelib, u yerda ishladim 1 yil. 75-yılı Jezqazg'on oblasti ichildi de. Burun unaqa oblast yo'qdi. Adam kerak bo'ldi de, men bo'yicha. Aşağıda Gidromet observatoriya deymiz. Havo rayini tekshiradigan nimaga men aşağı taklif qildi de. Aşağı ketdim. 7-6 yil ishladim. Şu 6 yıl içinde Leningraddaki elektrotexnikalik institutda okudum. Yerden radyo injenerlikni taxallusini aldım. Nima mamanlik, radyo injener. Shundan keyin bu Leningrad shahri menga shunchalik undan yaqinlik ko'rinib ketgandan keyin tugutib kelib 3 yildan keyin aşağı ko'chib ketdim. 1982-yılı Leningradga ko'chib ketdim. Shundan beri shu Leningradda turyapman. Siz Qozog'iston tug'ildingizmi? Qozog'istonda shu Yerkat tavasida tug'ildim. Kichikchigan yezisida ashada tug'ilib, ashada o'sdim. Shu 16 yoshimda ashadan chiqib ketgan. Yıldık berib turman, ağinlarim bilan uchrashiman, ruxtxonlarni aralayman. Mana endi demilish chiqqandan keyin har yili kelyapman. 3 ay 4 ay turib ketaman yozning kuni. Vatanga, siz vatanga berib baxtыңызmı yoki berishni orzu qilib baxtыңызmı? Bu vatan nasibini haqida bildirasiz. Vatanga men 1991-yili, 93-yili 3 ketim bordim. Yolcuga bordim, Ürümchiga bordim. Boshqa yerlarni aralamadik. Biz hukumatning ishi bilan borgan. Yarmarkaga chaqirgan bizni. Shu yarmarkaga bordik. Endi vatanning havosi bizga endi shunchalik yaqinlik bo'lib ko'rindi-da bizga. Bu shaharlardan nimalarga borgan, vatanga borgandiki shunchalik ta'sir qildi-da vatanning havosi, odamlari, Uyg'ur hammaga borsang Uyg'ur so'zlayotgan, Uyg'urcha tomoq pishirayotgan. Biz Rossiyada yurib bunday tomoqlarni ko'rmaymiz. Keyin men 50 yoshga kelgan vaqtida menga bir internetga chiqadigan modem deymiz-ku. Shu modemni bir og'aynam taqdim qildi-da. Sen bir Uyg'urning tarixi shunchalik nimaki zo'rki. Ashuni endi menga bunday bir nim bo'ldi-da. Talchoq deymiz endi
Şunun bilen ben Uygur'un tarihini endi özüm izlep internet sayt açtım. Uygurca, Orusça, bizning Uygur yazıqda yazılgan 3 tal sayt açtım. Sayahatçı dep sayt açtım. Saytlarını içip Uygur tilini ügünüş, Uygur tilini tayak kılış, aşı Leningrad'da turup atkan, Sankt-Peterburg turup atkan 30-40 aile ba, ulanı jığıp, ular özdür endi jığılıp, meni aşağıya jigit beşi sayılıdı. Şundan keyin biz her yılı jığılıp ana til gününü ötküzümüz. Dopa Meyrem gününü ötküzümüz 5. may. Aldığın yılı Lutfullah Mütallib'nin 90 yıllığı da Lutfullah Mütallib'nin hayatı doğruluk leksiya okuduk. Onun resimlerini yoğatıp aşağıdaki Uygurlarga taqtip berdik. Endi bu tarih kesek Moşu burunqi köş vaqtidagi moşu Yerkatga qancha adam köçtü, Aqsuga qancha adam köçtü, Baysiyit, Qoramlaga qancha adamlar köçtü, aşlarning hammasining tizimini yig'ib bir yerga e'lon qildik. Endi u kerak bo'lsa uni topqili bo'ladi ekan, izlagan odam topadi ekan. Mashhurda bizning bir akamiz bor, o'zi burun televiziyada ishlagan diktor bo'lib, u kishida nurg'un materiallar bor. Endi mumkinchilik bo'lib qolsa uni ko'ramiz, u kishi bilan uchrashamiz. Siz ketelde tug'ilib Uygurcha qanday nadiganlarni maktablar bormiz, qanday saqlab qola oldingiz? Uygurchani men 8 yil Uygurcha o'qidim. Undan keyin Oruscha o'qidim. Endi aq sut bilan kirgan ona tilini unutilgan degan bo'lmaydigan ishlar endi bunday aytganda. Ona tilini unutgan bo'lmaydi. Biroq mening uydagilar Uyg'ur emas. Ayolim Belarus. Cho'ng qizim so'zlaydi Uyg'urcha. Keyin o'g'lim ancha so'zlamaydi, bilmaydi. Endi tug'ilib Orusning orasida yurgandan keyin u ancha bilmaydi. Endi ko'ngliga bir nima tuyg'u bir paydo bo'lsa, so'zlab ketadi deb umid qilamiz endi. Kichik vaqtida endi biz sarada o'sdik-ku. Biz nima ko'rdik, hech nima ko'rmadik. Orusdan ko'rsak qachatdik. Gapning rosti. Ana Orus kelyapti, biz qachatdik. O'zimizning shu malda aralashib yurgan odamlar bilan aralashib yurdik. Ne deb qachatdinglar? Oruslardan qo'rqatdik-ku biz. Orus so'zlaganini bilmabdik. Sebep nima qiladi deb ular? Hech nima qilmaydi. Shu qachatdik Oruslar, ana Orus mas Orus kelyapti. Biznikilar haraq ichmaydi, Oruslar haraq ichadi-ku. Mas Orus kelyapti desa qachatdik. Uyg'urlar ichmaydi haraqni. Oruslar ichaydi. Keyin cho'ng bo'lgandan keyin o'tib ketgan vaqt kelmaydi-ku keyniga. Endi qanday vaqt bo'lsin, o'zimizning tirikchiligimizni qilib yuryapmiz. Farqini men ancha sezmayman. Mashaga kelib, shu Uyg'ur tarixi bilan shug'ullangandan keyin Uyg'ur rassomlari bilan tanishdim. Hozir 10 ga yaqin Uyg'ur ataqli rassomlar bor, akademiklar bor uning ichida. Uyg'ur kulturolog, madaniyat degan kandidat oldi. Akimjon Guliyev degan rassom. Shu rassomlar bilan uchrashib, mana 7-8-10 kuncha ashlar bilan aralashib yurdim. Internetga rasmlarni chiqaryapman. Rassomlar bilan 2 yil burun Baysiyit yezisida Shamsi degan rassomning uyiga olib xotira taxti o'rnatdik. Shunga qatnashdim. Yosh rassomlarni
plener ötküzüp ressamlar okuğucularga yol yoruq kösüdügan aştaq meselelerini aldığı koyup ulanı kıvatıdı ressamlar. Bir yıl bunu Uygur nahiyesideki Ahtam degen yezgi berip, üyede Marif Seytakhunov degen ressamның öýüge hatiri taxtı ornutup, üyede mektepte çoğun faaliyetini ötküzüp geldi bular. Onunla katnaştım. Bunu hazır kep Uygur tarihçileri, kitap yazgan adamlar bilen tanıştım. Alımcan Bavdinov, Ahmetcan Haşeri, Kasımcan Mesimi, muş tarihçiler bilen uçraştım, söhbetleştim. Kitaplarını aldım. Endi Allah buyursa o kitaplarını okuyman. O maň bir nimede endi. Meniň izlenip atkan tarih doğruluk izlenip atkan aldı koygan meselelerini iş üçün aşu adamlaryň emgekleri maňa paýda kıldı da, yardam kıldı. Bu duygu 50 yaşından ötkendiği keyin keldigen adamga 50 yaşgacha biz işlepla hökümetden işi bolgandan keyin şu iş bilen şugulanyp başka nemeni oýlamapmyz ekende. Keyin bu işlendi içimizden kaynap çıkkandan keyin ayakta bolatkan wakalarny görüp, anlap şundan keyin izlenip atkan mesele bu. Uygurga her kim özünün koldan keldigan iş bilen yardam kılsa boldu. Sen muny kıl dep etişki bolmaydı. Sen yazgıcı mı? Yaz. Sen maşina haydamsa, hayda, umdan hayda. Sen kimiyani okamsa, umdan oky. Şu her adamның özünün koldan kelgenini umdan puxta kılış gerek de. Şu vaqtida men onda kıldım, men bunda kıldım dep nukmasdın, menmençilik kılmasdın. Koldan kelgenini teptiş asta işleş gerek. Men şunu kıvatım. Muşu Uygur'un 62. yıldan beri 1962. yıldan muşu ikinci köşköş deymiz o. Şundan keyin ötken Uygurlar bilen arlaşkan yaman kıyınçılığını tatkan uyakta dep sözlep egelleri ba. Endi ulağa biz kanday yardam kılımız. Hiç kanday yardam kılmayız. Aslanın bişidin ötkenlerini sözlep berimiz. Dep berimiz. Hazır mana internet bolup ketdi, kitapni hiç kim okumaydı ança. Hem siz şu internet arkalık şu internetni paydalanıp, şu yaş okuguçularga, mekteplerge berip, internetin mandak paydası ba, mandak bilimlerini ağıl boldu dep şu yaş balalarga aşını yetkiziş üçün tirişip atımız. Hazır bizde Meşhede bir Yadikar degen bal var. Bu bala Gülsüm Appak degen ayalның oğlu. Şu endi internet arkalık internetni kandak paydalansı boldu yaş balalar. Mekteplerini aralap aşlarını ügütüşni, nimelerini kayden izleş gerek, şularını közüşni aldığı maksat koyatmız. Yadikar bilen birleşip. Endi o amelge işip ketse mana yaxşı bolat diye. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi Hayat Şahitler programımız müşahede yaklaştı. Xayr xoş, keler qitimliq sonimizni ko'rishaylik.